Assalomu alaykum hammaga. Bugungi videoyimizda Faraon skinini tekinga olishni o'rganamiz. Ha, to'g'ri eshitdinglar. Faraon skinini tekinga olishni o'rganamiz. Prosta shu videoni oxirigacha ko'ringlar, o'rganib olasizlar. Undan oldin kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib, izohlarga undan keyingi video qanaqa bo'lishini yozib qoldiring. Qani bo'lmasam biz videoyimizni boshladik. Birinchi bo'lib Play Marketga kirib olamiz va Zarchiver degan ilovani tortib olamiz. Undan keyin Telegramga kirib poistga yozamiz. TM Pubugim deb yozasizlar. O'zi birinchida kam obunachilik chiqadi. Yangi ochgan kanalim bu. Va birinchidagi Faraon chitini ustiga bosamiz va parolni eslab qolamiz yoki nusxalab olamiz. Zarchiverni ustiga bosamiz va buni ichiga kirib Files degan papkani nusxalab olamiz va tepadagini bitta bosamiz va yana bitta bosamiz. Tepaga chiqar Android data. Keyin pastroqqa tushib olamiz. O'sha yerda PUBG rasmi turgan joy chiqadi. Ustiga bosamiz. Barchasiga fayllarga qo'llamoq va almashtirmoqni ustiga bir marta bosamiz. Va hamma narsa bo'ldi. Endi PUBG ga kiraversak ham bo'ladi. Va mana PUBG ga kiryapmiz. Hech qanaqa ban yemaydi yoki qanaqadir g'alati narsalar bo'lmaydi. Hamma narsa 100% ishlaydi. PUBG ga kirib olganimizdan so'ng kiyimlar xonasiga boramiz va pastroqda eng birinchi eski bergan kiyimini ustiga bossak, Faraon chit o'rnatiladi. Buni kipkasi ham bor edi. O'zini kaskasi menimcha pastroqdagi kipkada bo'lishi kerak. Mana shundami ekan. Va mana o'zini kaskasini ham topib oldik. 416 olamiz. Va endi sizlar bunga aytasizlar, endi qotib qolishi mumkin deb. Yo'q, hech qachon qotmaydi. Emotsiyalarni qilib ko'rishimiz mumkin mana. Xohlasizlar, emotsiya ham qilib ko'raman. Hech qanaqa qotish yoki bangib ketish degan narsa yo'q. Mana emotsiyalar ham dahshat ishlaydi. Sizlar yozasizlar, bo'lmagan narsa yo bo'lmaydi 100% mana o'zim qilib ko'rsatyapman. Mana o'zim akkauntimga ham qilib ko'rdim. Hech qanaqa ban bo'lmadi. Keyin sizlarga ko'rsatyapman. Mashxonasiga kirib qotish qotmasligini ham ko'rsatib beraman. Glazok deysizlar, hamma narsada bunday qarashlari, qotish yo'q. Mana glazokda ham ko'rsatib beryapman. Vapsi dahshat ishlaydi. Mazza qilib o'ynasalaring bo'ladi. Umuman neto narsalar yoki qotish shunaqa narsalar bo'lmaydi. Mana orqasidagi ko'klargacha ham birga bir ushlash holati Faraonni. Hech qanaqa farq qilmaydi. Faraonni o'zi Telegram kanalim silkasini kommentariyada qoldirib ketaman. O'tib olinglar va obuna bo'linglar. Hamma chitlar o'sha yerda. Sizlar bilan TM Pubugim bo'ldi. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying.